Assalomu alaykum aziz gul shaydolari, yaxshimisizlar? Damlarda oldinglarmi? Xonadoninglar tinchmi? Mana bugun ertalabda men hovlimdagi kichkinagina gulzorshamdan yana bitta absurd tayyorlayapman. Mana meni gullarim hammasi chiroyli bo'lib o'syapti. Ertalabda havolar ayniq. Mana bu bozordan mahrovi deb olgan liliyam qizil ochiluvdi. Ikkinchisi ham xuddi shunaqa qizil ochildi. Sotuvchilarga ham qoyil qolmadim. To'g'risini aytib sochsa nima bo'larkin dedim. Chiroyli, lekin men har xillikni xohladim. Har xil sortlaridan bitta olib ko'paytirmoqchi edim. Endi bu ham nasib. Gullarim mana bu timyan o'simligini ham kichkinagina ko'chatini olib ekkan edim. Buni ham birar kun ko'paytirishda harakat qilib ko'raman. Videolarda ko'ryapman. Rosa ham oson ko'payadi qalamchasidan deb aytishyapti. Lekin hali bu tupi o'ta katta emasligiga uncha ko'paytirgani qiziqmadim. Endi hozir mana shoxchalari jonlanib qoldi. Bemalol ko'chat qilsa bo'ladi. Mana bu gulimni ham qalamcha qilib suvga solaman degandim. Hech shuni vaqtim bo'lmayapti. Birar kun shu videoga olib qalamcha qilib sizlarga ko'rsataman. Mana Euston gullarimi ham qaranglar. Shoxlayapti. Boshida ochilib turgan holatda olib keldim. Shu gullari ochilib tugadi, keyin qayta ochilgan yo'q. Endi mana yonlaridan shoxlar chiqarib o'zini ildiz tizimini mustahkamlayapti bu gulimiz. Mana o'sik gulimizni mana siyoh rangi ham endi birinchi marta ochilib turibdi mana. Bu ham shu ildizini mustahkamlab, sal ko'chati katta bo'ldi. Endi mana bunaqa ko'rkirab ketadi. Bu ham xudo xolasa. Mana noramashkalarimiz ham yangi ekilgan bo'lishiga qaramay rosa chiroyli bo'lib shoxlab ochilib yotibdi. Mana bu sedum gulimiz ham o'tgan safargi videolarimda ham aytdim. Mana soyaroq joyda qolgani uchun rosa sekin g'unchalar chiqardi. Mana endi ochiladi. Mahallamizda borda boshqa odamlarnikida. Ularniki ochilib, qizarib turibdi. Mana oq atir gulim ham bu ham mana gullarda yaxshigina soyasida qoldi. Zo'r amallamayapti. Yana gullarimiz. Mana klasika gullarimiz ham chiroyligina bo'lib o'sib, ochilib yotibdi. Mana shu bardovi juda ham chiroyli, ajoyib bir bo'lakcha. Ranglari shunaqa odamga yoqadigan. Mana bu javochka gulim ham ajoyibda, ajoyib. Mana qulpinoylarimiz bir qator meva qilib tugaganida orada qanchadir dam olishdi, yana meva qilishni boshladi. Kecha nevaralarimga uzib berganman. Yana mana bu multiflora xrizantemani. Mana o'zimning xrizantemalarim multiflora. Meniki bo'ylari pastakina, bu sariq ochiladigan. Buni guli katta ochiladigan deb olib kelganim. Rosa baland bo'lib o'sib ketdi. Buni yonida bitta chini gul bor edi. Bunga umuman quyosh bermayapti bu gullar. O'smay qoldi bu gul. Mana chini gul ham mana xrizantema ikkovini o'rtasida qolib ketdi. U ham o'smay qoldi. Mana bu buketning sorti xrizantema juda
uzoqda ochiladi ekan. Qachondan beri shu g'uncha yarim ochilgan holatda turibdi. Sariqlar rosa, lekin sergul bo'lar ekan. Mana bunisi pushtiydi. Bu shu olganimda ochilgan, baravar ochilgan yo'q. Faqat mana yashilligini rivojlantiryapti. Mana siyoh rang ham orada ochildi. Endi bo'yi o'syapti. Hali g'unchalari yo'q. Mana bu oq ham 2 martami ochildi. Bo'ldi, shu baravar to'xtab qoldi u ham. Faqat bo'yi o'syapti. Mana bu gazaniya gullarimiz hali quyosh charaqlab chiqsa, keyin ochiladi. Lekin shunaqa chiroyli bo'lib o'sib ketdi. Mana quyoshda chiroyli. Ajoyib gul bu ham. Damga yoqadigan. Mana zina gullarimiz ham hali past bo'yli zina gullar. Urug' o'tgan yil ekkanimda urug'idan olib qo'yuvdim, ishladi ekkanim. Mana 3 xil rangda ochilyapti. Bunisi ham ko'rinyaptimi? 3 xil rang ekan. Men faqat saramikin deb o'yladim. Chiroyli, shoxlab ajoyib o'syapti bu ham. Ko'z tegmas. Mana shafronlarimiz ham begi 3 xilidan ekkanini bitta joy chiroyli bo'lib o'sib gullayapti. Mana atirgulimiz qaranglar. Bu atlasnoy. Ajoyib rangini ko'rsatyaptimi? Juda chiroyli. Ikki ko'kat chiqib qoldi. Yana rayhonlarimiz rosa tarvaqaylab o'sib ketdi. Mana bu yerda rayhonda tagida bitta kichkinagina mana siren gulim. Siren ko'chatidan ekuvdim bahorda. Sirenim tutib qoldi-yu, lekin rayhonlar umuman quyosh bermayapti unga. Mana bu archa gulimizni ham mana ipga tortib qo'ydik 2 dan. O'syapti. Bular ham chiroyli bo'lib o'sib, mayda gullar qilib ochiladi. Yulduzcha bo'lib siyoh rang sifat urug'laridan olib qo'yaman. So'raganlarga beraman. Keyin mana gullarimiz. Mana bu yerga lavanda qalamchalarini ekib qo'ydim. Mana 3 ta baklashga to'ldirib. Kunda kechqurun sug'arganda mana yonlaridan rosa suv quyyapman. Lekin ichi ko'rinyapti. Chiroyli, yaxshi turibdi. Xudo xolasa, salomon ildizlar bo'lsam bo'lardi. Rosa ko'pgina lavanda bo'ladi. Mana bu atirgulim ham atlasnoy. Begi bir tup pomidor chiqib qoluvdi. Yubormadim. Rosa tarvaqaylab ketdi bu ham. Mana bu yerda. Alaykum assalom. Mana bu buketni xrizantemalarimizni ekib qo'ydim. 10 tup olib. Ular ham yaxshi tutib oldi. Boshida kun bo'yi shalpayib, kechga borib suv quygandan keyin jonlanyapti-yu, endi o'zini yaxshigina ushlashib oldi. Mana kubana atirgullarimiz ham ochilyapti. Mana giyargillarimiz ham g'unchaladi va nihoyat. Mana hostalarimiz o'syapti, bular ham salatoviy baklari. Mana bu yerda gortenziyalarimiz krupnolistniy. Mana bu yerda ham ana uchini prishibga qilib qo'yganim, mana bu gortenziya. Anchagacha nima qilmadi, amal olmadi. Endi hozir bugun qarasam, mana bu baklarini yonidan nimalar chiqaribdi, shoxlar chiqarishni boshlabdi. Endi yaxshi bu ham. Mana lavr daraxtimiz ham qaranglar, yangi mana
Mana shu yerdan boshlab o'sdi, shox chiqardi. Mana taglari shunaqa yumshoq, ajoyib. Mana pastidagi baklari qattiq. Xuddi haligi bozorlarda sotadi-yu, lavr baklar. Shundaqa quriganga o'xshaydi. Lekin bular hali tirik. O'zi shunaqa qattiq. Mana bu lavandachalarimiz ham, mana qalamchalarimiz gullarini qirqib yubordim. Endi bu yerda 10 tutibdi. Tutmaganlarini yulib yubordim. Yomon emas natija. Bu yerda mana tepadan yomg'irlar yoqqanda, sellar yoqqanda ko'llab ketuvdi, ko'lmay bo'lib tutarmikin deb o'ylanuvdim. Yo'q, yaxshi. Yaxshi. Mana liliyamiz ajoyib, go'zal, lekin go'zal gullar. Mana shu gullarni sizlarga ko'rsatishni xohladim. E'tiboringlar uchun rahmat. Barchalar xonadoninglarga tinchlik, totuvlik, xotirjamlik tilayman. Yana g'oyibona ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar azizlarim. Xayr.